Assalomu alaykum o'rtoqlar. Hozir navbatdagi darslikni sizlar bilan boshlaymiz. Bugungi darsligimizda internetdan 3D modelni topish hamda internetdan modlarni topishni bitta video darslikda sizga tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Buning uchun birinchi navbatda 3D modellarni biz o'yinga olib kirishga ko'rib chiqamiz. 3D modellarni biz katta ehtimol bilan ko'plarini BMG'ning ichidan topsak bo'ladi. Misol uchun escape tugmasini bosib modifikatsiya bo'limini ocha olamiz va modifikatsiya bo'limida bizda 3 ta menu chiqadi. Bu menyularni ikkinchisiga o'tib olamiz. Repozitorniy bo'limiga o'tamizda biz o'zimizga kerakli bo'lgan qanaqadir obyektlarni qaraymiz. Misol uchun bollarni qarab ko'ramiz. Bollarga bosadigan bo'lsak, bizda mana shu 3 ta bollar chiqadi. Bu BMG'ning ichida o'zi tayyor bor. Misol uchun buni mana podpisatsiya bosib qo'yganman. Bir marta podpisatsiyani bosganingizdan keyin bu avtomatik o'zi yuklab oladi va BMG'ning ichida chiqaveradi. Mana bu joyda megabayt bor va hokazo. Hop, yana bu yoqqa chiqqaningizdan keyin sizga nima kerak? O'sha kerakli narsani inglizcha tilda, ya'ni yozsangiz, misol uchun bolta kerak bo'ladimi, bolg'a kerak bo'ladimi, o'sha narsani inglizcha yozsangiz, ko'p narsa BMG'ning o'zini ichida tayyor chiqib turadi. Yana nima qarashimiz mumkin? Ba'zi bir mashinalar bor. Aytaylik, BMW ni qarab ko'radigan bo'lsak, BMW ni ham bir nechta turdagi mashinalari chiqadi, keyin dammilar bor bu yoqda. Hop, dammilarni ham men ikkitasini yuklab olganman. Bu uchinchi dammi ham bor. Hop, keling, hozir sizga mana shu narsani tortib ko'rsataman. Buning uchun biz shunchaki ustiga bosamiz va podpisatsiya tugmasini bosamiz. Bizda 3 megabaytlik dammini yuklab olish jarayoni boshlanadi. Bu dammilar hech qanaqa harakat qilmaydi, prosta turadi. Mashinalar uni urib ketishi mumkin. Prosta odam rolini o'ynab beradi. Hop, 3D obyektlarni mana shu joydan topsak yaxshi. Undan tashqari internetdan ham olib kirsak bo'ladi. 3 ta obyektlarni asosiysi DAI formatda bo'lsa bo'ldi. Ya'ni bu narsaga endi keyingi darsliklarimizda alohida to'xtalib o'tamiz. Internetdan har qanday turdagi Blender fayl bo'ladimi yoki boshqa fayl bo'ladimi, yoki sun'iy intellektlar yordamida biz qanday 3D obyektlarni yaratamiz va uni BMG Drive ichiga olib kirishni sal keyinroq darsliklarimizda qo'yib boramiz. Sababi hozir tezroq biz video tayyorlash darslarini o'rganib olsak, bizga qo'shimcha darslar undan keyin kerak bo'ladi. Xo'p, endi qarang. Siz bilan navbatdagi mashina hozir mana shu Porsche mashinasini o'rnatganman. Hozir bu mashinani qanday o'rnatganligimni sizga ko'rsatib beraman. Buning uchun mana shu video ostida sizga link beriladi. Modland degan sayt beriladi va bu Modland degan saytda siz o'zingizga kerakli bo'lgan modlarni internetdan topib olishingiz mumkin. O'zi asosan modlar qanaqa bo'ladi? Modlar ko'pchilikdan o'zi aslida sotib olinadi. Sotib olishda sabab trenddagi yo'nalishlar bo'yicha, zakaz bo'yicha modlar yasab beriladi. Endi sizda unaqa zakazni emas, prosta men bepuldan foydalanaman desangiz, Modland degan saytga kirasiz. Mana shu joyda eng birinchida chiqadi. Modland deb yozganingizda mana modland.net sayti chiqadi. Ichiga kirganingizdan keyin har qanday turdagi o'yinlarga Minecraft bor, GTA bor, Farming Simulator bor. Farming Simulatorni ham albatta darslik qilib chiqaramiz. Hop, bu ham juda zo'r yo'nalish. Hop, EuroTruck bor hamda BMG Drive ham shu yerda bor. BMG Drive bitta tanlab olsak, bu yoqda keyin mana BMG Drive bo'yicha bizda kategoriyalar chiqadi. Misol uchun modlar bor. Bu yoqda modni ham shu yerdan olsak bo'ladi. Mana modni bosadigan bo'lsak, hop, har xil mashinalar modlar kelib chiqadi. Bir narsaga e'tibor berishingiz kerak. Mana versiya degan narsa ham bor. Siz o'zingizga tegishli bo'lgan versiyani tanlab olganingiz yaxshi. Sababi yangi versiyada yangi funksiyalar qo'shilgan bo'ladi. Sizda agar eski versiya bo'lib turib, siz yangi moddan foydalanmoqchi bo'lsangiz, sizda qanaqadir xatoliklar kelib chiqishi mumkin. Bu muhim ahamiyatga ega emas. Shuning uchun biz mana hozir Cars bo'limidan mashinalarni tanlaymiz yoki o'zimizga kartalar kerak bo'lishi mumkin. Kartalarni tanlaymiz. Xo'p, biz mana bu Porsche boya tortib olganman. Tortib olish uchun ichiga kirasiz. Ichiga kirganingizdan keyin mana bu joyda mana fayl bor, rar fayl bor. Mana shu narsani bir marta yuklashni bosganingizdan keyin mana bu joyda 5 sekundlik reklama chiqadi. Mana shuni kutib turasiz. 5 sekundlik reklamadan keyin yana bir marta download tugmasini bosadigan bo'lsangiz, mana yuklash jarayoni boshlanadi. Mana yuklab bo'lingan. Endi yuklab bo'lingan faylni biz olamiz, bundan nusxa ko'chiramiz va BMG ni ichiga tashlashimiz kerak bu. BMG ichiga qanday tashlaymiz? Buning uchun biz fayllar bo'limidan ana shu o'yinimizni mods papkasini ochib olamiz. Bu mods papkasini ochishni sizga oldingi darsda o'rgatganmiz. Mana bu BMG fayl ochganimizda bizda joylashuv degan fayllar joylashuvi borda, o'sha joydan
Xo'p, mods degan papkasini ochib, mana shu joyga shunchaki tashlaymiz. Mana zamin so'rayapti, mana Porsche 992. Hop, buni tashladim. Endi tashlaganimdan keyin menda o'yin ichida bu ochar uje. Mana ko'rib turganingizdek, faqat bu joylashuvi biroz boshqa yoqda bo'lishi mumkin. Shuni bittalab sekin tushib, qidirib topib olaverasiz. Xullas, mashina tashlashni o'rgandik. Endi bu ikkita darsligimizda bitib ketganmiz. 3D obyektlarni yoki kartalarni qanday tashlaymiz? Hop, endi kartani tashlash uchun mana shu joyda Levels degan papka bor. Agar biz karta yuklab oladigan bo'lsak, Levels papkasiga shunchaki tashlasak, bizda o'sha kartalar ishlab ketaveradi. Bu muammo bo'lmaydi, xudo xolsa. Demak, Mods papkasiga biz yuklab olgan mashinalarimizni tashlaymiz. Levels papkasiga esa biz o'zimizni qanaqadir karta yuklab olgan bo'lsak, o'sha kartalarni tashlasak bo'ladi. Shu bilan bugungi darsligimiz tugadi. Demak, biz bugun internetdan 3D model hamda modlarni o'yinga olib kirishni sizlar bilan ko'rib chiqdik. Keyingi darsligimiz xudo xolsa lava suv bilan ishlash bo'yicha bo'ladi.